Bu 100.000 so'm. 100.000 so'mga nima olishingizdan qat'iy nazar, siz 100.000 so'mga masalan ustuvosh sotib oldingiz deylik. Keyingi sizdan keyin odamın bu 100.000 so'mda olib borib bersa, 100.000 so'mda o'rniga o'taveradi. Xullas 10 marta, 20 marta oborot bo'lsa ham 100.000, 100.000ligicha turaveradi. Endi hozir 1-apreldan zapravkalarda naqd pul qabul qilinmaydi, plastik orqali qabul qilinadi deyapti. U 100.000 so'm plastik orqali qabul qilinsa, 100.000 bir marta oborot bo'lganda 1000 so'm ketadi. 2 marta oborot bo'lganda 2000 so'm. Xullas 1%dan ketaveradi. Bu degani 50-60 marta oborot bo'lganda 100.000 pul yo'q bo'lib ketadi, bankka o'tib ketadi. Ana maqsad shu, tushunmaganlar tushunib olinglar. Hammani bankka, plastikka o'tkazishdan maqsad shu. To'lagan soliqlarimiz yetmasdan endi xaridimizdan ham soqa qilishmoqchi.